purjunadiki J. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Z. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. J'ning ayrim shakli. Misol: jurnal. J'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: pish. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Jurnal J harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Pish. J harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Eskartish. J harfi asosan tahdid so'zlar va chet el tilidan qabul qilingan so'z atalg'ularni, ismlarni yozishda, o'qishda qo'llaniladi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Pur, ji, na, purjuna, pa, rish, parish, buj, gun, bujgun,